Hammaga assalomu alaykum. 1,5 minut vaqt ajratasiz, foydali ma'lumotlar bilan ulashaman. Qarang. Bola aloqaga chiqyapti. Yaxshimisiz aka? Yaxshi, rahmat. Falon firmani tekshirib bersangiz, men shu konsalting firma orqali Germaniyaga, Angliyaga, Yevropa davlatlariga ishga ketmoqchiman. Xo'p, litsenziyasi bormikin so'rang deyapman. Bola aytayapti, mana deb menga guvohnomani tashlab beryapti. Shu darajadaki litsenziya bilan guvohnomani farqiga bormayapti. Даже qaragani ham e'tibori yo'qda, naq qo'lida puli turibdi, 2,700,000 to'layman deb shashib ketyapti. To'xtang og'ayni, litsenziyasi bormikin so'rang, siz guvohnoma beryapsiz menga desam, shuni ham e'tibor bilan o'qimayapti ham, qaramayapti ham. Hayolida ketyapti, uje yarim yo'lga yetib olganda Germaniyaga uje million ishlagani ketyapti. Akalar, bir yerga kirsanglar, sizlarga shartnoma bersa, litsenziyangiz bormi odam jo'natishga deng. Bor deb boshqa firmalarkini ham ko'rsatib boryapti-da, siz oling. Shartnomada ko'rsatilgan nom bilan litsenziyada ko'rsatilgan nom bir xil bo'lishi kerak. Litsenziyada boshqa nom, konsalting firmaning nomi boshqa bo'lsa, yo'q, bu o'tmaydi deng. Akangizni pravasi bilan sizga mashina minishga ruxsat bo'lmagani kabi, birovni litsenziyasi bilan boshqa firma sizni ishga jo'nataman deb ko'rsatishga haqqi yo'q, bu noqonuniy bo'ladi. Kim nima desa ishonib ketavermang, ustingizdan kuladi. Shoshilmasdan olib o'qib ko'ring. Tushuntira oldimmi? Salomat bo'lasizlar.